Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar, sizlarga zo'r telefonlarimizni arzon narxda beramiz. Ko'rib maza qilasizlar. Ko'p Samsung bitta iPhone'ni qo'shib qo'ydik, 13 Pro Max. Holati yaxshi, aybi nuqsoni ekran alishgan, lekin original zo'r alishgan. Biriga короче, hech qanaqa muammo yo'q. Garantiya beramiz. Atiga 5 million so'm oxirgi narxi. 128 talik Gold ideal holatda garantiyalar beramiz. Face ID turibdi, hamma yo'g'i bor. Samsung Galaxy S21 BG korobkadagi euro 2 sim kartali 1 million 950 ming so'm. Ashakapiki bitta sim kartasi o'tgan ekan, ikkinchisi o'tmagan ekan. Mana shu yerda ozgina chizig'i borligi uchun arzon 1 million 952 2 martalab arziydi. A90 BG'ni ko'ringlar, ideal holatdagisi 1 million 650 ming so'mga, oltiga 128 talik arzon narxda. Samsung A15'imizni 1 million 450 ming so'mga beramiz, oltiga 128 taligini. A16'larimizni 1 million 550 ming so'mdan, oltiga 128 talik, to'rtga 128 talikga beramiz. Korobka dokumenti bor bunisi, buniki yo'q. A34 BG holati ideal, buni ham korobka dokumentlari bor. 8 operativga 128 xotira ideal holat. 22 ultrani ko'ringlar, korobka dokumentlari bilan 385 dollarga, 400 dollarga arziydi. A56 BG yangidek 3-4 kun ishlagan xolos, korobkalarni 285 dollar, 100 dollar arzoniga. S20 pluslarimizni 2 million 350 ming so'mga beramiz. 12 256 talik plusi, S20 o'zi 12 ga 128 talik, ikkalasi ham ideal holatda. Shu va boshqa telefonlarimizni bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Aloqaga chiqaverasizlar, muddatiy to'lovga ham naqd pulga qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab. Bolajonlarga, jiyanlarimizga eng yaxshi planshetlarimiz arzon narxda. Bularda detskiy planshetlarimizni 500 mingdan qilib beramiz. 450 mingga tepadagi bularni 500 dan qilib beramiz. 550. Bular 900 ming so'm, 850 ming so'm, ham notebookga o'xshab aylanadiganidan klaviatura, mishka, ruchka, chexollari ham bor, hamma yo'q bor, vashshi zo'rlari. Bundan tashqari ham yangi va ozgina ishlangan telefonlarimiz ko'p, bemalol kelaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Albatta yaqinlarga videoni yuborib qo'yinglar.